Voy, ada qarang. Qorboboning yordamchisi mashina qidirib yuribdi. Kimga? Qorbobogami? Ha? O'shani mashinamni o'tkazib olaylik. Xo'p, ketdik. Men Qorboboga yaxshi mashina qidiryapman-da. Chiroyli, keng, mo'jizalar mashinasi bo'lishi kerak u. Qorboboga mashinadan oling. Yasmi, bu mashinangizni nomi nima? Qanaqa mashina bu? Bu Cherry Tiggon 8. Bu Cherry Tiggon 8. Bu kattakon 7 ta odam o'tiradi bu yerga. Mana knopkasini bossam bagajni ham ochiladi. Adam o'tiradigan joyda mashina qiladi. Yo'q, rostdan. Vau! Qorbobojon juda ham xursand bo'ladi. Kompyuterdan eshitaylikchi. Cherry yo'q muzikani. Qorbobojon juda ham xursand bo'ladi bu mashinani ko'rsa. Yasmi, men oddiy mashina emas, Qorbobo uchun sehrli, chiroyli, shinam, keng mashina qidiryapman. Unda bildim. Men bitta o'rtog'im bor. Men bo'pti o'sha o'rtog'imga telefon qildim. Bu haqiqiy sehrga alam. Hozir telefon qilaman. Qiling, xo'p. Mana mening telefonim bor. Oho. Tit tit tit. Allo o'rtoq.